Stроительda joylashgan 3 xonali uyimizni srochniy va arzon narxlarda sotilyapti. Xo'la, xonadonga ham kirib keldik, bitta tanishtirib o'taman. Qaranglar, mana bu kiraverish eshigi bo'lyapti. Bu fransuzskiy planirovka hisoblanadi. Bu yerga o'tganimizda mana bittamiz zal bo'lyapti. 5 ga 5 zalimiz. Ko'rib turgan barcha narsa xonadonning hammasi qoladi. Natarsa faqat pulini sanab berasiz, kaltni olib ketasiz. Propiskada hech kim yo'q. Endi esa mana bu qaraymiz. Mana bu stроительli bozorchasi. O pastroqda metro bekati, 12-bekat metrosi. Ko'rasizlar? Mana dal shu turamiz. Narxini ham sirasi aytib o'tiraman. 54.500 dollar so'ralyapti. Misol uchun ikki xona qidirib yurgan odamlarga ham jo'natib qo'ysangiz bo'ladi bu videoni. Biroq tartib bilishingizga, chunki 54.500 ga hozirgi kunda ikki xona uy ham sotyapmiz. Mana bamit spalni xonamiz bor. Ko'ryapsizlar, hamma narsa deyarli bor. Oynasi bamit plastik romlar qo'yib qo'yilgan, yo'l yuzida joylashgan. Mana bu detskiy xonasi umumiy maydoniga keladigan bo'lsa 72 kvadrat metrda tashkil qiladi. 9 etajli domni 8-qavatida joylashgan. Endi bu yerga o'tamiz. Mana bu hojatxonasi. Undan tashqari bu xonadonni siz ipoteka xizmatlari orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Bemalol summalar ko'rsatilgan. Mana kukunli mebellari ham tayyor holatda turibdi. Mana bu yerda xolodilniklarigacha bor. Xullas, 2 xona yoki 3 xona olaman deganda tanishinglarga videoni обязательно jo'natib qo'yish esdan chiqmasa, 54.500 dollarga fransuzskiy planirovkali 9 etajli 8-qavatida joylashgan 3 xonali uyimiz sotilyapti. E'tibor uchun rahmat.